Bugun men judayam charchadim. Chunki bugun 3 ta lokatsiyani yig'ishtirdim. Ya'ni 2 ta kitob javon va bitta televizori tagida turadigan 3 ta polkali javon. Xillam bo'lib musorga to'lib ketuvdi, to'g'risi. Urishmanglar. Bo'lib turadi shunaqa vaziyat. Ushbu kitob javon eshikni oldida turadi. O'shaning uchun duxilar ham qo'yiladi, hamma narsalar короче o'shga qo'yiladi. Va nihoyat hamma javonlarni changlarini artdim, kitoblarni artdim, hammasini ko'zim bilan ko'rib, sanab, reviziya qilib, taxlab qo'ydim. Uyda o'zimni shaxsiy kutubxonam bo'lishi bu meni orzuyim edi. Orzuyimga qisman yetdim desam ham bo'ladi. Xullas hamma javonlarni yig'ishtirdim, keraksiz narsalarni ajratdim, changlarini artdim, chiroyli qilib taxlab qo'ydim. Yaroqli, lekin aynan menga keraksizlarini esa bir ilovasiga qo'ydim. Oxirgi paytda Instagramdan ko'ra bir ilovasiga ko'p kiradigan bo'lganman. Ko'rsangiz bo'ladi, u yoqda sizdan tashqari hamma narsa bor. Men shu petlichkadan oldin ishlatgan eski petlichkamni ham qo'ydim. Undan tashqari eski telefonimning chexollarini ham qo'yganman. Ularni ham tekinga beraman, chunki hech kim sotib olmasa ham kerak uni. Xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar. Nima deb o'ylaysizlar? Ishlatilgan narsalarni sotsa bo'ladimi yoki tekinga berish kerakmi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.